Barchaga salom deymiz. Musof yurgan aka-uka opa-singillar sog'monmisizlar. Videoni o'tkazmasdan sirasi birdan like bosib, videoni oxirigacha ko'ringlar. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar va biz boshladik do'stlar ishni. Xullas, ko'pchilik aka-ukalarimiz so'ragandi. Aka kommentariya yozgan edilar, ya'ni Telegramdan ham yozdilar. Malyarka ishi bo'lsa, ishonchli bo'lsa ayting deb. Mana do'stlar, sizlarga malyarka ishi videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Do'stlar, bu ish malyarka ishi, gipsokarton, kafel, santexnik, elektrik ishlar bor, yotoq bor, registratsiya qilib beriladi. Faqat bu ish qayerdaligini bilasizmi? Taldumda do'stlar. Taldumda, faqat Taldum dokumenti bo'lishi kerak. Mana do'stlar, kimga ma'qul bo'lsa yoki Taldumda yashab yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana bemalol aloqa chiqib gaplashsangizlar bo'ladi. Taldumda bu ish do'stlar, gipsokarton, kafel, santexnik, elektrik ishlari bor. Har kuni qo'lingizga pul beriladi. Har kuni ratchot. Ish tugadi, kechqurun ratchot do'stlar. 4500 rubldan to 5000 rublgacha yil 12 oy ish bo'ladi bu yerda do'stlar. Kimga ma'qul bo'lsa, ekran telefon raqami yozib qoldiramiz, aloqa chiqaverasizlar. Bizdan uzoqlashmang do'stlar. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'ldan kelganicha ishonchli ishlarni chiqarish harakat qilamiz do'stlar. Xayr, sog'lom bo'ling.